Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, Kogon shahri xalqi. Shahardagi ko'p qavatli uylarni kuz-qish mavsumiga tayyorlash maqsadida 25-26 yillar uchun dastur ishlab chiqilgan edi. Dasturga asosan 110 ta ko'p kvartirali uylar ta'mirlash ishlari kiritilgan. Jumladan amalda 23 ta ko'p kvartirali uylarning tom qismi, 41 ta uylarning fasad, 277 ta uylarning kirish yo'laklari, 48 dona temir eshiklar, 134 ta kodli qulflar o'rnatilib, berish dasturga kiritilgan edi. Ushbu belgilab olingan dasturdagi barcha qilinadigan ishlar o'rtig'i bilan bajarildi. Shuningdek, 2026-yil dasturi ishlab chiqildi. Ushbu dastur asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 5-fevral 48-sonli qarori asosida ishlab chiqilgan. Ushbu qaror ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar dasturi bo'lib sizlarga yetkazilgan. Ushbu dasturga asosan 2026-yilda Kogon shahrini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini yanada yaxshilash maqsadida respublika byudjetidan ko'p qavatli uylarni ta'mirlash uchun 4 milliard 376 million so'm mablag' ajratilgan. Ushbu mablag'lar asosan ko'p qavatli uylarning bolalar maydonchasini ta'mirlash va yangilarini qurish, shuningdek, ko'p qavatli uylar oldidagi kirish yo'laklarini ta'mirlash uchun ajratilgan. Ushbu dasturdan kelib chiqqan holda shahar uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish bo'limi ham 2006-yilga mo'ljallangan o'zini dasturini ishlab chiqdi. Ushbu dasturga asosan boshqaruv servis kompaniyalari tomonidan 604 million so'mlik ta'mirlash ishlari amalga oshiriladi. Shundan tomni mukammal ta'mirlash, kirish yo'laklarini ta'mirlash, furamuga oynalarini o'rnatish, kodli qulf temir eshiklarni o'rnatish, elektr taqsimlovchi ishlarni ta'mirlash, yerto'la qismidagi muhandislik kommunikatsiya tizimlarini ta'mirlash, uy ichidagi muhandislik tarmoqlarini ta'mirlash, fasad qismlarini ta'mirlash va energiya tejamkor lampalarni o'rnatish. Hozirgi kunda ob-havoning iliq kelganligi munosabati bilan ta'mirlash ishlari boshlanib ketdi. Ta'mirlash ishlari Arabxona mahalla fuqarolar yig'inidagi 14-15 sonli uylarning kirish yo'laklari va fasad qismini ta'mirlashdan boshlangan. Shahardagi elektr tarmoqlari va boshqaruv servis kompaniyalarining ishchi xodimlari tomonidan barcha ko'p qavatli uylarning elektr shiftlari ta'mirlanib kelmoqda. Shuningdek, Arabxona mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi 21, 22, 23, 36 va 35 ko'p qavatli uylarning kirish yo'laklari, jami 12 ta yo'lak ta'mirlanib, kodli qulflar, tungi yoritgichlar va xavfsizlikni ta'minlash maqsadida kameralar o'rnatildi. Bundan tashqari, Diyora Gulnora boshqaruv servis kompaniyasi tomonidan Madaniyat ko'chasidagi 73-uyning kirish yo'laklarida betonlashtirish ishlari boshlangan. 26-yil dasturiga kiritilgan barcha topshiriqlar 2026-yilning 1-avgustiga qadar bajarilishi ta'minlanadi. Aholi tomonidan qilinadigan murojaatlar uchta boshqaruv servis kompaniyasining dispetcherlik xizmati tomonidan ro'yxatga olinib, ularni ijobiy hal qilinishi nazoratga olingan.